Maktabda zo'ravonlikka yo'l yo'q. Salom do'stlar. Bilasizmi, maktab bu nafaqat bilim olish joyi, balki xavfsiz va do'stona muhit bo'lishi kerak. Maktablarda maxsus qoidalar bor. Ular bolalarga nisbatan zo'ravonlikni, jumladan masxara qilish yoki kamsitishni, bullingni oldini olish uchun xizmat qiladi. Chunki har bir bola hurmat va e'tiborga loyiq. Eng muhim gap, maktabda hech qachon zo'ravonlik qilishga ruxsat berilmaydi. Hatto intizom uchun ham bolani urish yoki haqorat qilish mumkin emas. Maktablarda zo'ravonlikning oldini olish uchun maxsus dasturlar bo'ladi. Agar shunday holat yuz bersa, darhol choralar ko'riladi. Bu qoidalar maktabning ichki tartiblarida ham yozib qo'yilgan bo'ladi. Yana bir muhim jihat, har bir maktabda bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish uchun mas'ul odamlar bor. Ular bolalarning xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Maktab rahbariyati esa shunday muhit yaratishi kerakki, unda hamma bir-birini hurmat qiladi, hech kim qo'rqmaydi va o'zini erkin his qiladi. O'qituvchilar ham juda muhim rol o'ynaydi. Ular barcha bolalarga teng munosabatda bo'lishi, sinfdagi muhitni kuzatishi va kerak bo'lsa psixologlar bilan birga ishlashi kerak. Do'stlar, sizlar ham befarq bo'lmang. Agar zo'ravonlikni ko'rsangiz yoki eshitsangiz, albatta kattalarga ayting. Maxsus treninglarda qatnashing va qoidalarga amal qiling. Shunday ekan, maktabimizni xavfsiz va do'stona joyga aylantiraylik. Hech kim zo'ravonlik qilmasin. Hamma bir-birini hurmat qilsin. Xayr!